Y9 ashibga buni hamma kat yo'llarda ko'rsatib turadi. Assalomu alaykum, mani videomni kuzatib boringlar. Men kat yo'llar bo'yicha sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Y9 ashibga yangi kat yo'l bo'lganda uni suv bosimi 0 ga tushib ketsa, Y9 ashibga beradi. Shuning uchun uni suvni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu pastida kichkina kran bo'ladi. Kranni ochganingizda suv bosim ko'tariladi. Ko'rishingiz mumkin. Suv bosim to'lgandan keyin Y9 ashibga o'zi avtomatik ketish kerak. Mana Y9 ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana kat yo'limiz ishlaydi. Kat yo'limiz hozir yozgi rejimda turibdi. Bu yozgi rejimda quyosh rasmi chiqib turadi. Buni biz o'tkazamiz. Mana misol batareyka rasmi yondi. Bu kat yo'l ishlashga tushdi. Xo'p, hozir ko'pchilik masalan yozga o'tkazmoqchiman deydi. Mana Y2 ashibkamiz. Kat yo'l Y2 ashibga berdi. Nega? Chunki biz kat yo'limizni datchik vozdухini chiqarib qo'ydik, чтобы sizlarga ashibka bo'yicha tushuntirish olishim kerak edi. Shuning uchun chiqarib qo'ydim. Mana misol buni tekshiramiz. Hozir ventilyator ishlab turibdi. Shu ventilyator ishlab turganda ko'ramiz datchikimiz qanaqa ishlayapti. Mana datchikimiz ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu degani gaz yonishiga tayyor degani. Shtekerimizni qo'yamiz. Mana hozir kat yo'limiz ishlash faoliyatiga tushishi kerak. Uje kat yo'l 27 ichidagi haroratni ko'rsatib turibdi. Mana hozir kat yo'limiz yondi. Mana ko'ryapsizlar. Agarda sizlarga yana boshqa ashibkalar qiziq bo'lsa, men sizlarga uni yana ko'rsatib berishim mumkin. Mana misol NTS datchik deylik. Agar mabodo NTS datchik ishlamay qolsa, unda chiqarsak, qanaqa xatolik beradi. Xatolik bermadi. Значит, bu NTS datchikdan bermadi. Mana yana bitta NTS datchikimizdan chiqaramiz. NTS datchikda Y7 xato beradi. Bu NTS datchiklarni ham tekshirish uslubi bor. Bularda ikki xil NTS datchik bo'ladi. Biri 10 kilomlik, biri 50 kilomlik datchik bo'ladi. Buni testerda tushunadigan ustalarimiz nima bo'ladi? Kilom mana bunday ko'rsatiladi o'zi aslida. Mana shu yerda 60 kilo ohmga qo'yib tekshirsanglar, u datchikni ko'rsatish kerak. Hozir men sizlarga bittasini ko'rsatib beraman. Mana hozir mana shu datchikimiz necha kilo ohm bo'ladi? Xo'p, mana sal noqulay buni tekshirish bitta qo'l bilan. Shunda ham ustasiga farqi yo'q degandek. Mana 7,5 ko'rsatyapti. Bu yomon emas. Bu issiqlik hisobiga 7 dan 10-12 gacha bo'lgan datchiklar ishlaydi degani. Mana datchikimizni qaytib ulashimiz bilan ashibkamiz yo'qoldi. Bu datchikka uzdimi, ashibka bermadi-ku. Nega? Bu issiq suvga turgan datchik. Uni qachon bilishimiz mumkin? U ashibka berishini. U qachon issiq suvni ochsak, mana issiq suvga o'tdi, mana Y6 beryapti. Mana shu datchikni chiqarib qo'yganim uchun. Ko'rishingiz mumkin. Hozir men bu datchikka ulashim bilan bu xatoligi yo'qolib ketishi kerak. Nega men sizlarga bu kat yo'l to'g'risida qisqa qilib video qilib beryapman. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, gruppaga yoki Telegramga kirib yozsanglar, men sizlarga tushuntirib yuboraman. Tushunmagan joyinglarni. Mana hozir ishladi. Ishlaganda ashibka yo'qoladi. Y9 holatlari bitta suv bosimiga bog'liq bo'lmaydi. Y9 holatlarida mana bu yerda suv kirgandan keyin anaqa datchiki bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Uni hozir chiqarsam, bu yana ashibka berish kerak bo'ladi.
mana o'sha datchik mana bo'ladi. Men u datchikdan mana shu stekerni olsam E9 ошибки beradi. Mana men hozir olganim yo'q, чтобы olsam E9 ошибки точно beradi. Keyin yana bir holatlarni tekshiramiz. Mana gaz o'chgan holatda qanaqa ошибки beradi deyishadi. Mana gaz o'chgan holatda katyol urinadi yonishga. Mana katyol harakat qilyapti. Mana issiqsuvga ishlab turibdi, harakat qilyapti katyol. Lekin katyol yonolmaydi. Yonolmagandan keyin bu yerda hozir E2 ошибки berish kerak. E2 ошибки katyollarda bir xil ошибки hisoblanmaydi. Buni ошибкasi deylik mana E1, E1, E2 ошибки. Mana buni chiqarsam E2 beradi. Mana misol restartni bosganimda gaz ochamiz. Gaz ochganda mana vozdux datchikni yana chiqarib ko'rsatib beraman. Mana E2 berdi. Agarda sizda qanaqadir savollar bo'lsa, mana shu katyolga tegishli, men sizlarga bu katyolni o'sha aytganimdek ekonom vaziyatini ham o'rgatib boraman. Hozir sizlarga ko'rsatganim katyolni texnически qanday to'g'ri foydalanish kerak bo'lsa, sizlarga hali yana bir ko'rsataman. Keyin yana bitta ошибкamiz bor. Mana buni ham e'tibor beringlar. Bu ошибка qachon beradi? Bu ошибкamiz qachonki nasos ishlamay qolganda, gaz juda baland bo'lganda bu ошибка berish kerak. Hozir o'chirtirdim. Mana datchikimizni chiqarib ko'rsatib beraman. Mana E4 xatolik berdi. Bu xatolik qachon beradi? Bu xatoligimizni berishi bundan boshlanadi. Qarang. Ko'pchilikda reduktor bo'lmaydi. Gaz primoy o'tgan holatda bo'ladi. Gaz juda baland bo'lib ketsa, teploobmennikka tegadi. Buni ko'p qizdirib yuborishlardan beradi. Shu uchun zashita qo'yib qo'yilgan. Mana o'sha zashita. Buni hozir qo'yishim bilan katyolimiz yana ish holatiga tushib ketadi. To'g'ri tushmadi. Reset knopkasini bitta bosib olsak, mana katyolimiz yana ish holatiga tushib ketadi. E4 ошибки nasos ishlamagan holatda, keyin sirkulyatsiya tez bo'lmagan holatlarida, gaz baland bo'lgan holatlarida E4 ошибкиga tushadi. Agar sizlarga yana ham bundan ham tushuntirish kerak bo'lsa, bizani videolarni kuzatib boringlar. Biz hali bundan ham to'g'ri foydalanish va uni qanday ishlatish bo'lgan videolarni qo'yib boramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like va kommentariyaga o'z fikringizni qoldirish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.